yo'q, oy bilan qasamyod etaman, o'tib ketgan tun bilan ham, yorishib kelayotgan tong bilan hamki, albatta u jahannam oxiratdagi ulkan balolardan biri. İnsanlar uchun ogohlantiruvchi, sizlardan ilgarilashga yoki chekinishga ixtiyorli kishilar uchun tayyorlab qo'yilgandir. Har bir jon o'zi dunyoda qilgan yaxshi va yomon amali bilan garovlidir. Faqat o'ng tomon egalarigina jannatlarda bir-birlari bilan savol-javob qilurlar jinoyatchi kofirlar haqida. Ular do'zax ahliga sizlarni saqarga nima kiritdi deganlarida, ular ayturlar, bizlar dunyoda yashaganimizda namozxonlardan emas edik, miskinga bizga bergan Allohning boyligidan taom beruvchi ham bo'lmadik. Bizlar behuda so'zlarga sho'ng'iydiganlar bilan birga sho'ng'ir edik. Jazo kunini, qiyomatni yolg'onga chiqarar edik, to aniq narsa o'lim kelgunicha. Endi shafoatchilarning shafoati ularga foyda bermas. Nega ular ilohiy vahiy va eslatmadan yuz o'giruvchidirlar? Xuddi cho'chigan eshaklardek sherdan qochib. Yo'q, ulardan har bir kimsa o'ziga ochiq sahifalar berilishini istar. Yo'q, balki ular oxiratdan qo'rqmaslar. Yo'q, u Qur'on bir eslatmadir. Bas xohlagan kishi undan eslatma olur. Ular faqat Alloh xohlaganidagina Qur'ondan eslatma olurlar. U undan qo'rqishga ahil, loyiq va mag'firat ahli hamdir.